Butun dunyo jahon chempionati rejimiga o'tganiga qaramasdan, Real Madrid va Barselona futbol muxlislarining e'tiborini o'zlarida ushlab turishni uddalashmoqda do'stlar. Bugun shunday xabar chiqdi. Barselona rasmiy bayonot orqali Florentino Perez 12-may kuni va uning ertasi kuni, ya'ni 12-mayda u matbuot anjumanida ishtirok etgan va Barselonani ayblagan Negreira ishi, hakamlarni sotib olish va bir nechta chempionlikni nohaq qo'lga kiritganini aytgan va to prezident bo'lib qolguncha, ya'ni Real Madrid prezidenti bo'lib qolguncha Barselonaning bu ishlari bilan kurashni aytgan. Barselona bunga reaksiya ko'rsatdi. Agar Perez ommaviy ravishda Barselonadan uzr so'rab, aytgan gaplarini qaytarib olib, ya'ni bu yolg'on edi demasa, sudga berar ekan va sudlashmoqchi bo'lyapti. Perez bilasiz, UEFAga ham 500 yoki 600 varoqli dosye, ya'ni hujjatlarni taqdim etib, Barselonani hattoki UEFAda qo'lga kiritgan yutuqlarni ham olib tashlashlikni, ya'ni UEFA Chempionlar Ligasi kuboklaridan mahrum qilishlikni so'rashini aytgan va mana yana katta urush boshlanyapti. O'z do'stlar, so'nggi kunlarda mundial paytida ispan klublari Atletico Madrid, Barselona, Real Madrid mundialga qaratilgan e'tiborning menimcha yarmini o'zlariga tortib olyapti. Atletico Madridning o'sha Real Madridga hujumi, Twitter'dagi hujumini ko'rdingiz, bundan xabaringiz bor. O'sha hech qanaqa Julian Alvarez bo'yicha muzokara o'tkazmaymiz, biz bir-birimizni hurmat qilmaymiz degan ma'noda aytgan va bunga javoban Florentino Perez Bernardo Silvani hal qilib bo'lgan paytda, bog'lab bo'lgan paytda Madridga olib qo'yapti. Va undan oldin Atletico Madridning Barselonaga hujumi, Barselona nima uchun Atleticoga hozircha indamayapti? Chunki Julian Alvarezning transferini hal qilib olmoqchi. Shu sababli Atleticoning bayonotlariga, chunki Atletico Madrid Barselona bilan amalda shartnomaga ega bo'lib turgan futbolchilarning suratlaridan foydalandi. Bilasiz, bu mualliflik huquqi FIFA, UEFA juda katta jarimalarga sabab bo'lishi mumkin. Real Madridga esa mana ko'ryapsiz, bugun Barselona javob beryapti va juda yomon so'nggi yillardagi menimcha bu ikki klub o'rtasidagi munosabatlar eng yomon nuqtaga yetib keldik va bo'lib ham do'stlar, Jose Mourinho qaytdi. Bu yerda Flick. Xullas biz 2008-2012 yillardagi haqiqiy klassikolarning o'sha taftini, atmosferasini menimcha yana his qilsak kerak.